Ismini kim qo'ydingizlar? Sunnat bo'lib tug'ildi, Sunnatulloh qo'yasizlar. Juda kamyob hodisa. Qashqadaryoda 6 kilogramm vaznga ega bo'lgan gigant chaqaloq dunyoga keldi. Bu juda kamyob hodisa Nishon tumanining tibbiyot birlashmasida kuzatilgan. Quvonarlisi shundaki, tug'ruq jarayoni kesilcha kesish amaliyotisiz tabiiy yo'l bilan amalga oshirilgan. Nishon tumani hokimi matbuot kotibining Qashqadaryo ahliga ma'lum qilishicha, hozirda ona va bolaning holati yaxshi va tibbiy kuzatuvda. 6 kilogrammlik vazn bilan chaqaloq tug'ilishi juda kamyob va g'ayrioddiy holat hisoblanadi. Odatda tug'ilayotgan chaqaloqlarning o'rtacha vazni 2,5 kilogrammdan 4 kilogrammgacha bo'ladi. 5 kilogrammdan yuqori vazn esa o'ta yirik deb tasniflanadi. Statistikaga ko'ra, dunyoda tug'ilayotgan chaqaloqlarning taxminan 0,1%gina 5 kilogrammdan yuqori vazn bilan tug'iladi. 6 kilogrammlik ko'rsatkich esa bu statistikadan ham 2 baravar kam tug'iladi degani.